Assalomu alaykum aziz obunachilar. Patquyi Samarqand vokzal 2 obyektini xudo xolasa sanuzulni mana pollarini ham terib xudo xolasa tayyor qilib qo'ydik. Bu chalasi faqat fuga, duv kontinentalniy fuga bo'ladi. Shu qolgan bitta ishlarni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Kafeni chiroyli ko'rsatadigan narsa mana ugunlar birinchi o'chirib. Bu qorni bor, biz qorni yo'qotganmiz. Bir xil chiqarganmiz. Mana 45 lar. Bu ham kafening vidini ochadi. Bitta men narxlarni aytib o'tmoqchi edim. Patquyi Samarqandning narxlarini aytib o'tmoqchi edim. Bizaniki dollarda emas, so'mda. Mana bu kafeni 150 mingdan teramiz 1 kvadratini. Bu boshlang'ich 150 ming. U yog'i joyiga qarab ko'tarilaveradi narxlar. Mana bunaqa paddonlar esa dushvayni ichi paddondek yasaymiz, paddon deymiz. Buni yasash, mana bu balyori bilan polni yasash $100. Bu отдельный hisoblanadi. Bular ham mana bu faskalarni chiqarishimiz ham hammasi отдельный hisob bo'ladi. 1 kvadrat metr nech pul chiqsa agar dogovor bo'lsa, bu ham metri shuncha pul turadi. Mana bu polkalar ham hammasi отдельный hisob kitob bo'ladi. Chunki buni ishi ko'p. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.